Bugünkü icra beradigan xonadonimiz Urganch shahar elektroseti yanında yangi qurilgan binomiz ikkinchi qavatida hamma sharoitiga 2 xona kvartiramiz ijara beriladi. Faqat oilaga beriladi. Ilonsiz bo'lsa, narxini hozir palonsonda turibdi, lekin uzoq muddat bo'lsa, narxini ham qaytib beriladi. Zonaning chorraha hisobini ochiladi ko'rishlar ekan. O'shadan qayrilamiz ekan. Gitdik esa. Salarlar tushuntirib kvartalni to'liq tushuntirib bersa, yangi dom ikkinchi qavatda joylashgan ekan, hamma sharoitiga 3.500.000 so'm narxi. Lakaza shahar elektroseti bir de Prihoshga avtomatlarimiz, radiatorlarimiz. Hali odam yashalmay, endi birinchi arendatorga keladi. Boshqa jihozlarni aytib o'tsak, 4 odamlik stulimiz, moyka, bir de kimash avtomat, idish tovoq hamma o'zimiz bor. Xonadonimiz, balkon boshxonada, bir de dok konturli kotellarimiz, havo tozalovchi. Ichki fayzi faqat oila zaksini saqlab qo'yiladi, ili inostrans bo'lsa ham bo'ladi. Berimizda spayni garniturlar qo'yilib o'tilgan. Hali odam umuman girmadi ekan bu shkaf. Bir de penal hamma o'zimiz bor ekan. Sanuzulida sharoitlar bor. Kafirma 100%, balli, tushunkalari, unitaz, vanna, rakovinamiz bor. Mehmonxonamizda hamma sharoitga ega. Medan ham balkonimiz bor, perda, kondisioner, bir de xontaxta hamda televizorlarimiz bor. Lokatsiya ham birisida Manish shahar elektroseti 99 074 46 41 ili 91 423 06 aloqa ochkasi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.